Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan betonomeshalkaga juda qiziqqan odamlar, shu 1.8 pogrushikka hamma qo'yamiz deyapti. Biz uspet qilmayapmiz zakazlar olishga. Sizlarga yana bitta yangilik aytib o'tib ketmoqchiman. Mana akamiz Buxorodan kelgan. Buxoroning qaysi tumanida? Buxoro Peshku. Qaysi? Peshku. Mana Peshku. Peshkur tumani Buxoro viloyatidan kelgan ekan akamiz. Endi bir narsani tushuninglar. Sizlar bilan dollarda kelishganimiz bilan sizlar bizga so'm olib kelinglar. Chunki sizlar so'mni dollar qilib olib kelasizlar. Biz sizlarga hisoblashda qulay bo'lsin deb dollarda aytamiz narxini. Dollar qilib so'mlaringni dollar qilib olib kelasizlar. Keyin uni o'sha dollar qilganlaringda komissiya oladi sizlardan. Uni bu yoqqa kelib bankka to'lov qilganlaringda yana so'm qilishlaring kerak. Chunki bankda dollar olmaydi, to'lov qilishlaringda so'm oladi. O'sha yerda 2 marta sizlar komissiyasiga yutqizasizlar. Taxminiy yutqizadigan pullaring, misol 1% dan 2% bo'lsa ham, 10 ming dollardan 1% qancha bo'ladi? 100 dollar bo'lsa 200 dollar pulingiz ketdi misol 10 ming dollarga. Ko'plari texnikan 30 ming 40 mingga oladi. O'shani hisoblayveringlar. Ko'plar 5-6 million yutqizadi. Bundan bizga misol umuman foyda ziyoni yo'q. Sizlarga ziyoni faqat o'sha uchun so'mda olib kelinglar. Mana akamizga ham shu narsani ta'kidlab o'tyapmiz. So'mda olib kelsalaring hisoblashda qulay bo'lsin deb dollarda olib keldik. Bankka to'lov qilganlaringda so'm to'lov qilasizlar. Shu. Hammaga sog'lik, salomatlik. Nima kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Pogrushik, ekskavator, betonomeshalka, xohlagan narsalaring. Zakazga ancha arzon keladi, o'zlaring ham bilasizlar buni. Bizni kuzatib boringlar. Podpiska, like bosmayapsizlar, bosinglar. Kanal rivoji uchun. Charchamanglar, sog' bo'linglar.